Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Men sizlarga Kogon shahar tibbiyot birlashmasida 2026 qilingan ishlar bo'yicha qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsam, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 17-fevraldagi muborak Ramazon oyida ehtiyojmand aholi davlat tomonidan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralari to'g'risidagi PQ 7-sonli qarorining ijrosini ta'minlash hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 17-fevraldagi muborak Ramazon oyida ehtiyojmand aholini davlat tomonidan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralari to'g'risidagi 67-sonli qarorini, ya'ni Kogon shahar tibbiyot birlashmasida 2026-yil 26-fevraldagi 366-sonli tibbiyot birlashmasining buyrug'i ijrosini ta'minlash maqsadida chora-tadbir rejalari ishlab chiqarilib, Kogon shahar ijtimoiy himoyaga muhtoj ijtimoiy reyestrda turadigan fuqarolarning, ya'ni 861 nafarni tashkil qiladi. Shundan Kogon shahar tibbiyot birlashmasi yuqori malakaga ega bo'lgan tibbiyot xodimlari tomonidan ijtimoiy reyestrdagi fuqarolar va ularning oila a'zolarini chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazilib kelinmoqda. Hozirgi kunda tibbiy ko'rik davomida aniqlangan yuqori texnologik operatsiya va davolanishga muhtoj bo'lgan 25 nafar bemorlar ro'yxati shakllantirib olindi. Shundan birinchi bosqichda Kogon shahrida 3 nafariga respublika darajasida, ya'ni 8 nafar viloyat darajasi, 8 nafar kattalar, shularning 3 nafari bolani tashkil qiladi. 11 nafarini davolanishi uchun vaucherlar berildi. Va bularning barchasi davolanib, hozirgi kunda Kogon shaharining o'zida 14 nafar bemorlar Kogon shahar tibbiyot birlashmasida yotqizilib sog'lomlashtirildi. Tibbiy ko'rikda aniqlangan yuqori texnologik operatsiyaga muhtoj bemorlar ro'yxati shakllantirilib, viloyat va respublika muassasasiga davolash choralari ko'rib borilmoqda. Kogon shaharining 19 ta mahalla fuqarolar yig'inida mahallalar kesimida ehtiyojmand oilalar ro'yxati shakllantirildi va bularni barchasi chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Barcha yo'nalishdagi tor soha mutaxassislari laboratoriya tekshiruvlaridan, qon tahlili, UZI va boshqa diagnostik tekshiruvlaridan, zarur holatlar tug'ilgan vaqtda MRT, MCKT tekshiruvlaridan ham bepul o'tkazildi. Bugungi kunga qadar ehtiyojmand oilalar tibbiy ko'rik davomida 355 nafar tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Shundan statsionar 25 nafar operatsiya, ya'ni 84 nafarga dori-darmon berildi. Bu tadbirlarni davomiy o'tkazib turish va barcha ijtimoiy himoyaga muhtoj va kam ta'minlangan va nogironligi bo'lgan fuqarolarga barcha turdagi tibbiy xizmatlar yil davomida ko'rsatib boriladi. Va yotoqdagi bemorlar holidan xabar olinadi. Oila shifokorlari va tibbiyot muassasalari yetakchi mutaxassislari tomonidan xonadonlarga ham borib, ya'ni nogironligi bo'lgan shaxslarga chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik o'tkazilib, ularning kasalliklari aniqlanganlariga shu tibbiyot birlashmasi tomonidan kerakli bepul dori-darmon bilan 100% ta'minlanib kelinmoqda. 19 ta mahalla fuqarolar yig'inida fuqarolarning murojaatlarini va muammolarini o'rganish va ularni hal qilish uchun shu o'zim rahbarlik qilayotgan tibbiyot muassasa o'rinbosarlarim birgalikda reja grafiki asosida haftada 2 marta shu mahallalarni o'zida, ya'ni qabullar tashkil etganmizlar. Shu qabullar davomida murojaat qiladigan fuqarolarni muammosini eshitib, ularga viloyat darajasida, ya'ni respublika darajasida, imkon darajasida shu orderlar, ya'ni yuqori texnologik operatsiyalar uchun yo'llanmalar elektron shakllantirib berilyapti. Va kerak bo'lgan holatlarda dori-darmonga ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa agar, ularni dori-darmoni ham 100% ta'minlanib berib kelinmoqda. Ya'ni bular reja asosida bu ishlarni yil davomida davom ettirib boriladi. Ularning muammosi imkon qadar shu mahallani o'ziga yetishga muvaffaq bo'lib bormoqda bizlar. Men qisqacha aytadigan bo'lsam, 2026-yilda bajarilishi rejalashtirilgan ishlar haqida biz oldimizga reja qilib qo'yganmiz. Birinchi rejamiz Kogon shahar tibbiyot birlashmasi politravma markazi ochish rejalashtirilgan. Bu politravma markazini ochishdan maqsad shu fuqarolarimizning shu uzoqni yengil qilish maqsadida, ya'ni ovoragarchilikni oldini olish maqsadida, ya'ni tumanlar aro Kogon shahar, Kogon tuman, Qorovulbozor fuqarolari uchun xizmat ko'rsatadigan, ya'ni barcha qulayliklarga ega bo'lgan 60 o'rinli shu politravma markazi, ya'ni qo'shma jarohatlar markazi ochish Kogon shahar tibbiyot birlashmasiga rejalashtirilgan. Hozirgi vaqtda bino tayyorlab qo'yilgan. Hurmatli vazirimizni
ya'ni buyruqlari ham chiqqan bu bo'yicha hozirgi kunda bu shtatlari bo'yicha tibbiyot muassasalaridagi shu mutaxassislar ishlarni olib borishmoqda. Bu nasib bo'lsa agar ikkinchi chorakda amalga oshiriladi. Keyingi rejamiz Kogon shahar tibbiyot birlashmasi fasadini ta'mirlash, ya'ni kirxona binosini ta'mirlashni oldinda reja qilib qo'yganmiz. Buni ham nasib bo'lsa agar ikkinchi chorakda amalga oshiramiz. Yangi laparoskop xarid qilish rejamiz bor. Buni ham ikkinchi chorakda reja qilganmiz. Fan nomzodlari sonini tibbiyot muassasamizda 10% ga oshirish reja qilib qo'yganmizlar. Keyin tibbiyotni 100% raqamlashtirish rejamiz. Hozirgi kunda tibbiyot birlashmamizda barcha muassasamiz ko'p tarmoqli markaziy poliklinika, oilaviy poliklinika, kasalxonada 100% raqamlashtirib, kompyuter texnikalarini yangilashni oldimizga reja qilib qo'yganmiz. Bemor qarindoshlari uchun kutish zali qurish, ya'ni bu yerda bemor qarindoshlari kutishi uchun zal qurish reja qilib qo'yganmiz. Bu xususiy tadbirkorlar, ya'ni investorlarga yer ajratib berib, buni ham qurish oldimizga reja qilib qo'yganmiz. Ya'ni tibbiyot xodimlari ovqatlanishi va shu ko'chadan keladigan bemor qarindoshlari uchun, ya'ni tibbiyot birlashmasi hududida diet kafe ham qurish, bu ham reja qilganmiz. Ya'ni 5 turdagi zamonaviy diagnostik va davolashni yo'lga qo'yish, buni ham oldimizga reja qilib qo'yganmizlar. Zamonaviy davolash va diagnostikani 5% ga, ya'ni hozirgi kunda zamon talablariga javob beradigan diagnostika va zamonaviy davolashni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Tibbiyot birlashmasiga hozirgi kunda tumanlararo sho'rxona ochilgan. Bu ham Kogon shahar, Kogon tuman Qaror bozori uchun xizmat ko'rsatadi. Bunda ham 10 ta shtat o'rin koyka ajratish oldimizga reja qilib qo'yganmizlar. Laboratoriya va kirxonani qo'shimcha, ya'ni outsourcing xizmatini yo'lga qo'yish maqsadida markazlashgan laboratoriyani ham tashkil qilish reja qilib qo'yilgan. Davolash usulini xalq tabobati usuli bilan davolanishni 30% ga yetkazish. Ko'p tarmoqli markaziy poliklinika va oilaviy poliklinikaga yetishmaydigan tor soha mutaxassislarini 100% ga ta'minlashni reja qilib qo'yganmiz. Bu masala bo'yicha Buxoro davlat tibbiyot instituti rektori bilan ikki tomonlama shartnomamiz bor. Bu ham nasib bo'lsa agar 100% tibbiyot xodimlari, ya'ni tor soha mutaxassislari bilan 100% ta'minlanadi. 10 ta har xil yo'nalishdagi mutaxassislarni chet davlatlarga malaka oshirishga yo'rish rejalashtirilgan. Hozirda birinchi chorakda 3 ta mutaxassisni o'sha Rossiyaning yetakchi klinikalariga, ya'ni Turkiyaning yetakchi klinikalariga malaka oshirib kelib, hozirgi kunda bular mustaqil o'zi yuqori texnologik operatsiyalarni amalga oshirib borishyapti. Zamonaviy diagnostika markazi uchun 10 milliard so'm investitsiya kiritish oldimizga reja qilib qo'yganmiz. Hozirgacha biz 2025-yilga o'sha xususiy sherikchilik asosida Kogon shahar tibbiyot birlashmasi o'sha qabul bo'limiga MCKT o'rnatganmiz. Hozir MCKT kunu kun xizmat ko'rsatib bormoqda. Bu ya'ni ijtimoiy himoyaga muhtoj, og'ir kasalliklari bor bemorlarga tibbiyot birlashmasi mablag'lari hisobidan ham hozir tekshiruvlardan o'tkazib berilyapti. Kogon shahar xususiy sherikchilik orqali 3 ta tunu kun ishlaydigan tibbiy punktlarni tashkillashtirish reja qilingan. Bu ham mahallalarga, ya'ni kechqurun shu nuroniylarimiz, ya'ni nogironlarimiz qon bosimi oshgan vaqtda birinchi yordam olish uchun o'zlari yashab turgan hududda o'sha borib tunu kun xizmat olish huquqiga ham ega bo'ladi. Bu ham rejamiz bor. Hozirda bizlar bu bo'yicha shahar hokimimiz bilan kelishilgan holda 3 ta hududni tanlab, bu bo'yicha ham ishlar amalga oshirib borilyapti. Tibbiyot birlashmasiga qarashli markaziy poliklinika va kasalxona atrofini to'liq asfaltlashtirish va fasadlarni ta'minlash uchun tashabbusli budjetni mart oyiga Kogon shahar tibbiyot birlashmasi jamoasi orqali 1 milliard 400 ming so'm hozirda yutib olingan. Bu bo'yicha Kogon shahar tibbiyot birlashmasi va markaziy poliklinikasi 100% o'sha yo'laklari asfaltlashtiriladi. Ya'ni fasad qismlari zamonaviy kosmetik ta'mirlash ishlari ham amalga oshirib boriladi. Yuqorida sanab o'tilgan o'sha 26-yil qilinadigan ishlarni biz barchasini ikkinchi chorakda Xudo xohlasa agar hammasini rejamiz bor, 100% amalga oshirish uchun imkoniyatimiz bor. Barchasini amalga oshiramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.